Salom bolalar, bugungi darsimiz boshlandi. Kayfiyatingiz yaxshimi? Kayfiyatingiz yaxshi bo'lsa, darsni boshlaymiz. Bugungi darsimizning mavzusi tabiat manzarasi. Darsimizdan maqsad jonli va jonsiz tabiat haqida tushuncha olish, tabiatni muhofaza qilishga chaqirish. Tabiat ikkiga bo'linar ekan, bu jonli tabiat va jonsiz tabiat. Tabiatda narsalar ikki qismdan, jonli va jonsiz tabiatdan iborat deb aytib o'tdim. Jonli tabiatga o'simliklar, hayvonlar, mikroorganizmlar, odamlar kiradi. Jonsiz tabiatga esa yer, quyosh, oy, yulduz, suv, tosh, tuproq bularning hammasi jonsiz tabiatga kiradi. Demak, mana bu rasmda nima ko'ryapmiz? Ya'ni bular parrandalar, bularga ham yashashi uchun nima kerak? Bular yashash uchun suv kerak, oziq-ovqat kerak, quyosh nuri kerak, havo kerak. Demak, jonli va jonsiz tabiatning farqi nimada? Hozir shuni bilib olamiz. Ko'zimizni ozgina yumib, xayolan mana shu go'zal tabiat quchog'iga sayr qilib qaytamiz. Bunda biz nimani ko'ryapmiz? Moviy osmon, go'zal tabiat, yam-yashil o'simliklar, gilamdek ochilib turgan lala-qizg'aldoq, mayin va sokin shamol. Eng avvalo toza havoga sayr qilib keldik. Tabiatimiz naqadar go'zal, a? Bolalar, mana shu tabiatni biz asrashimiz, avaylashimiz kerak. Agarda biz tabiatga ko'p miqdorda ziyon yetkazadigan bo'lsak, u bizning ekologiyamizga juda ham yomon ta'sir etadi. Masalan, shunday odamlar borki, mana shunday toza havoga chiqqanda u yerga har xil chiqindilarni tashlaydi, u yerda olov yoqib ketadi. Buning natijasida tabiatga juda ko'p zararlar yetadi. Shuning uchun biz shularni oldini olishimiz kerak. Bunday yomon odatlarni qilmasligimiz kerak. Tabiatni o'z ko'z qarachig'imizdek asrashimiz, avaylashimiz kerak. Chunki bizdan keyingi yosh avlodga ham bu tabiatni mana shunday o'z holicha toza, sokin bo'yicha yetkazishimiz kerak. Mana bu rasmda biz nimani ko'ryapmiz? Qushlarni ko'ryapmiz. Qushlarni yashashi uchun ham nima kerak? Oziq-ovqat, toza havo, quyosh nuri kerak. Bular ham oziqlanadi, o'sadi, rivojlanadi. Demak, bular ham jonli tabiatga kiradi. Tabiat bitmas, tuganmas xazinadir. Uni asrash, avaylash kerak. O'simliklar dunyosi, hayvonot olami yosh qalbning to'g'ri o'sib shakllanishida, tabiatda bo'ladigan voqea hodisalarning sir-asrorlarini o'rganib voyaga yetishda katta manba bo'lib xizmat qiladi. Tabiatda narsalar ikki qismdan iborat deb boya aytib o'tdik, jonsiz va jonli tabiatdan iboratdir. Jonsiz tabiatga yer, quyosh, oy, yulduzlar, suv, havo, tosh, tuproqlar kiradi. Jonli tabiatga esa o'simliklar, hayvonlar, mikroorganizmlar, odamlar kiradi. Jonsiz tabiat deyilishiga sabab nima? Bunga sabab u oziqlanmaydi, o'smaydi, ko'paymaydi, rivojlanmaydi. Masalan, toshni oladigan bo'lsak, unga suv ham, havo ham kerak emas. U o'zi tosh bo'lib yotaveradi. Endi jonli tabiatga kiruvchilar esa ular oziqlanadi, nafas oladi, o'sadi va ko'payadi. Masalan, daraxtni oladigan bo'lsak, daraxtni masalan biz ekamiz. U daraxt tegi olib ketish uchun unga har kuni suv quyishimiz kerak, parvarishlashimiz kerak. Uni yaxshi o'sib ketishi uchun unga albatta quyosh nuri kerak. To'g'rimi? Keyin unga suv quysak, u o'sadi, meva beradi. To'g'rimi? Uni
o'sishi uchun biz shart-sharoitlarni yaratib berishimiz va uni parvarishlashimiz kerak. Xuddi shu tariqa hayvonlar ham, mikroorganizmlar ham, odamlarga ham hammasiga havo, suv, oziq-ovqat kerak. Demak, jonli tabiat bilan jonsiz tabiat ikkovi chambarchas bog'liq. Mana shu bilan bugungi darsimiz nihoyasiga yetadi. Endi sizlarga uyga vazifa. Lola sayriga chiqdim mavzusida qisqacha hikoya tuzish. Mana shu hikoyani tuzib, keyin menga gapirib berasizlar. Shuning bilan darsimiz yakunlandi. Xayr bolalar.